Assalomu alaykum. Nechking obunachilari. Mana navbatdagi men gapirgan gapirdim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi ishimizni bitirdik. Tog'am ma'qul keldimi ishlarimiz? Xudoga shukr, mana ma'qul keldi. Mana chiroyli ekan, qo'llari gul ekan. Mana chiroyli qilishib, yaxshilab qilishib berdi. Mana Xudoga ming qatla shukr, umrlari uzun, rizqlari ulug' bo'lsin. Amin. Parvardigor Xudovondo ekan, to'ylarni qilaylik, yaxshilik kunlar bo'lsin Parvardigor. Qo'llari yengil bolalar ekan, ishlari yaxshi, tekkiz ekan. Mana arzon baholari ham arzon ekan, unaqa qimmat emas. Boshqa joylarga qaraganda arzon ekan, materiallari ham yaxshi ekan. Xudovondo ekan, umrlari uzun bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Mana shu usta bolalarda Parvardigor Xudovondo ekan, kimda kim shu bolalarni nima qilib, havas qilib qilaman, qildiraman desa, qildirsin, ammo yaxshi ekan ishlari. Mana men xursand bo'ldim. Uzoqqa cho'zishmadi. 1-2 kunda chiroyli qilishib, aytganimdan ham ziyoda qilishib berdi. Amin. Allohu akbar, umrlari uzun bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin.